Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari, Kreativ futbol kanaliga xush kelibsiz. O'zbekiston terma jamoasining mundial sari tashlagan qadami tobora yaqinlashib kelmoqda. O'zbekiston terma jamoasi bugun tongda Amerika Qo'shma Shtatlariga yo'l oldi va endi O'zbekiston milliy terma jamoasi Kanada hamda Niderlandiya terma jamoalariga qarshi o'rtoqlik uchrashuvlarini o'tkazadi. Biz mana shu uchrashuvlarni ham sizlarga batafsil yoritib borishga harakat qilamiz. Bundan oldin esa biz rus blogerining O'zbekiston milliy terma jamoasini tahlil qilgan videosini sizlarga taqdim etmoqchimiz. Albatta sizlarga yoqadi degan umiddaman. Agarda ushbu video sizga manzur kelsa, like bosib bizni qo'llab-quvvatlang. Hamda obuna bo'lish tugmasini ham bosib qo'yishni unutmang. Demak, biz videoni boshladik. O'zbekiston milliy terma jamoasi JHC 2026 arafasida. Tarixiy lahza yetib keldi. O'zbekiston terma jamoasi bortida ulkan oq bo'ri tasvirlangan zamonaviy, brendlashtirilgan samolyotda Amerikaga parvoz qilishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Bunga qadar jamoa mamlakat prezidenti ko'z o'ngida golga boy o'yin, o'zaro nazorat uchrashuvini o'tkazdi. Abduqodir Husanov esa musobaqa oldidan tasodifiy jarohatlarning oldini olish uchun Man City'ning so'nggi o'yinida qaydnomaga kiritilmadi. Birinchi o'quv mashg'ulot yig'ini esa himoyachilardan biri uchun shaxsiy fojiaga aylandi. Metatop Sport kanaliga xush kelibsiz. Bu yerda O'zbekiston futbol olamining eng yorqin va muhim voqealari. Toshkentdagi yig'in yakunlanmoqda. Fabio Cannavaro yakuniy tarkibni aniqlab oldi. Ushbu sonda biz barcha yangiliklarni tahlil qilamiz. Ochiq nazorat o'yini qanday o'tdi, kimlar jarohat sababli mundialni o'tkazib yuboradi va jamoaning yakuniy tarkibi qanday ko'rinish olgan. Toshkentdagi yig'in yakuni. Toshkentdagi yig'inning so'nggi kunlari maksimal darajada boy o'tdi. Asosiy voqea jamoaning prezident Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashuvi bo'ldi. Bu shunchaki rasmiyatchilik emas, balki futbolchilarga Amerikaga parvoz oldidan berilgan muhim yo'l yo'riq va dalda edi. Davlat rahbari milliy terma jamoamizni AQSh, Meksika va Kanadada bo'lib o'tadigan jahon chempionatiga katta ishonch va ezgu tilaklar bilan kuzatdi. Shundan so'ng Bunyodkor stadionida minglab muxlislar ko'z o'ngida o'tkazilgan ochiq nazorat o'yini haqiqiy futbol bayramiga aylandi. Cannavaro uchun bu qiziqarli murabbiylik qarori bo'ldi. Odatda jamoalar yirik turnirlar oldidan boshqa terma jamoalar bilan o'ynashga harakat qiladi. Biroq italiyalik mutaxassis Toshkent bosqichi uchun boshqacha yo'lni tanladi. O'zbekiston 1 va O'zbekiston 2 orasidagi uchrashuv juda samarali chiqdi. Tomoshabinlar 7 ta gol ko'rishdi. Bu o'yin shtabga turli taktik sxemalarni sinab ko'rishga va jarohatlar xavfini minimallashtirishga imkon berdi. Osmon bo'ridagi oq bo'ri. O'zbekiston terma jamoasi okean ortiga maksimal darajada uslub bilan yo'l oladi. Uzbekistan Airways jamoa uchun maxsus Boeing 787 Dreamliner samolyotini tayyorladi. Dizaynning asosiy element fyuzelajdagi ulkan oq bo'ri. Bu jamoaning kuchi, jasorati va birdamligini anglatadi. JHC uchun maxsus Go Uzbekistan shiori ishlab chiqildi. Samolyot shunchaki havo kemasi emas, u milliy g'urur va qo'llab-quvvatlash ramzidir. Jamoa 26 may kuni New Yorkka uchib ketishi kutilmoqda. Kadrlar va yo'qotishlar. FIFA qoidalariga ko'ra yakuniy ro'yxatda 26 nafar futbolchi va 4 nafar zaxira o'yinchisi bo'lishi kerak. Afsuski jarohatlar tarkibni chetlab o'tmadi. Neftchi himoyachisi Ibrohim Halil Yo'ldoshevda eski jarohati qaytalangani sababli O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi uning JHC'ni o'tkazib yuborishini rasman tasdiqladi. Championat.Asiya nashriga ko'ra yakuniy tarkibdan barcha asosiy yulduzlar, shuningdek xorijda o'zini ko'rsatganlar o'rin olgan. Iroq chempionatida rekord natija qayd etgan Sherzod Temirov, Ozarbayjon chempioni va kubogi sohibi bo'lgan Umarali Rahmonaliyev, jarohatiga qaramasdan jamoa yetakchisi sifatidagi o'rni uchun Jaloliddin Masharikov. Murabbiylar shtabi 9 nafar futbolchini, jumladan Vladimir Nazarov, Muhammad Qodir Hamroliyev, Quvandiq Ro'ziyev va Husayn Norchayevni tarkibdan chiqarib yubordi. Yevropalik legionerlar va Cannavaroning shtabi. Abduqodir Husanov Man City'ning so'nggi o'yinlarida xavfsizlik maqsadida qaydnomaga kiritilmadi. Bu jamoamiz uchun juda muhim edi.
Turkiyalik legionerlar Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev esa Boshaqshehir bilan Yevrokuboklar, Konfederatsiyalar Ligasi yo'llanmasini qo'lga kiritishdi. Fabio Cannavaro o'z shtabini kuchaytirishda davom etmoqda. Jamoaga 2 yangi italiyalik mutaxassis qo'shildi. Aldo Esposito, reabilitatsiya va fizioterapiya bo'yicha mutaxassis. Oldingi ish joylari Cagliari, Juventus, Italiya terma jamoasi. Rolando Bianchi, hujumchilar bilan ishlaydigan murabbiy. Oldingi klublari Atalanta, Manchester City, Italiya yoshlar terma jamoasi. Oldindagi sinovlar. Terma jamoani 2 nufuzli nazorat o'yini kutmoqda. 1-iyun, Kanada, Edmonton shahri. Mezbonlardan biriga qarshi jiddiy sinov. 8-iyun, Niderlandiya, New York. Dunyo reytingida 7-o'rindagi raqibga qarshi super o'yin. 10-iyun kuni jamoa Atlantadagi bazasiga rasman joylashadi. Biz har bir raqib jamoa bo'yicha, Portugaliya, Kongo DR bo'yicha alohida tahliliy videolar tayyorlaymiz. Kanalga obuna bo'ling.